Zulmat asirasi yoxud tungi kapalak. Muallif Xazon Rezga. 13-qism. Zulxumor jahl bilan telefonini uloqtirdi-yu, muk tushgancha ich-etini yeb yotaverdi. Kunduz kuni qattiq tobi qochgani bois kech kirganda qaynonasi bilan qaynsinglisi uning yonida yotishdi. Ularning har ikkovi ham chehrasi ochilmay yostiqdan bosh ko'tarmayotgan Zulxumorga qarab ajablanishardi. Tavba, nimagadir shu kelinga odam isi yoqmay qolgandek. Yo erini sog'inib unga ichikdi, yoki bo'lmasam haqiqatdan ham mazasi yo'q. Bugun hatto Behzod bilan ham ishi bo'lmadi-ya. Bolani emizib bering yanga degan Jamilaga negadir sutim ham yo'q, o'zingiz bir amallab turarsiz degancha go'dagiga qiyo ham boqmadi. Ishqilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Aksiga olib ertasi kuni Jaloliddin kun bo'yi SMS yozdi. Oz qoldi, gulim, hademay yoningga boraman. Jamilani to'yi boshlanguncha seni doktorlarga ko'rsatib olaman. Balki Toshkentga olib borib, o'sha yerdagi malakali vrachlarga ko'rsatarman. Balki Zulxumorga erining balkilari ko'payib ketgandek tuyular, bunga sari rangi siniqib boraverardi. Undagi o'zgarish olis masofadagi Jaloliddinga ham sezildi shekilli. Zulxumorim, negadir keyingi kunlarda o'zingga o'xshamayapsan, go'yoki shahding pastdek, yo borgan sari tobing bo'lmayaptimi? Bilmadim nima uchundir, oxirgi vaqtlar ko'nglim alag'da, sendan qattiq xavotir olyapman, deb yozibdi. Zulxumor bir amallab ming'ir-sing'ir qilib Jaloliddinga hammasi joyidaligini yozdi-yu, erining iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilyapman degan xabaridan yuragi orqaga tortib ketdi. Zulxumor o'zini o'lim hukmi chiqarilgan, faqatgina jallod kelib o'sha hukmni ijro etishini kutayotgan mahkumaga o'xshatayotgandi. Go'yoki hammasi tayin-u, hukm ijrosi notayin bo'lgan holat. Jon oluvchi har lahza kelib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatga o'xshardi bu. Ularning uyida esa ko'tarinki, bayramona kayfiyat ruhi suzib yurar. Oila a'zolarining barchasi quvonchlarini bo'lishgan holda jigar go'shalarini kutib olishga tayyorgarlik ko'ra boshlashgan edi. Zulxumor Jamilaning ham tez-tez ko'zdan g'oyib bo'lib qolayotganini sezar, biroq oradan ko'p o'tmay qizginaning goh yuzida qatiq chaplangan holda, goh qoshida o'sma, goh labida bo'yoq bilan paydo bo'layotganini ko'rib, yuragi o'shardi. Bu sho'rlik ham akasining kelishini kutyapti. Xo'rligi kelib o'ylardi Zulxumor. O'zicha akasi kelsa, bozorga tushib oladigan buyumlarini xomchot qilayotgandir. Xayolida o'zini oppoq kelinlik libosida tasavvur qilib, 7-osmonda uchib yuribdi. Axir suygani bilan boshlari bog'langaniga salkam 1 yil bo'lay deyapti. Tag'inam sabrli ekan bu yoshlar. Jaloliddin akam bilan ikkimizning boshimiz bog'lanib, to'yimiz bo'lib o'tguncha bo'lgan 3 oy ichida qanchalik ko'zlarimiz to'rt bo'lib ketgandi-ya. Jamila, Jamila, sening to'yingga atalgan pullarni tarmoqdagi olg'irlarga oldirib qo'yganimni bilsang, qaytib yuzimga qararmikinsan? Meni hech qachon kechirmasang kerak. Kechirmay to'g'ri qilasan ham. Seni bor orzu niyatlaringni bitta, balki bir gala vijdonsiz xudobexabar kimsaga qo'shqo'llab tutqazib yuborgan noshud yangangni hech qachon kechirma. Zulxumor shular haqida o'ylar ekan, yuragiga og'riq turdi. Qani endi hech qachon tug'ilmasaydim. Ana Jaloliddin akamning kelishlariga ham sanoqli kunlar qoldi. Ular kelganida barcha sirning ochilmasidan iloji yo'q. Ana o'shanda nima qilaman? Ularchi, ular nima qilishadi? Qaynotam, qaynonam, ota-onam, Jaloliddin akam, Jamila, ularning ko'zlariga qandoq qarayman? Jismim og'riyaptimi yoki ruhim? Qaysi birining og'rig'i menga kuchliroq azob beryapti? Qayerdadir eshitgandim. Barcha kasalliklarning sababchisi asab deb. Boshimga mana shu savdo tushgandan buyon qornimdagi og'riq ham kuchayib bormoqda. Kelin, dedi Bahriniso ona kechga yaqin eshikdan bosh siqib. Uyg'oqmisan? Ha ona, yostiqdan bazo'r bosh ko'tardi Zulxumor. Uyg'oqman. Bir amallab qaddingni ko'tarib hovliga chiqqin bolam. Yotgan sayin yer tortib ketaveradi. Hovlida bir yaxshi havo bo'lyapti. Bundoq chiqib o'pkalaringni to'ldirib nafas olgin. Qoning ham yurishsin bundoq.
Erta ertamadan Jaloliddin kelsa, uniyam rangini shunday ro'pay qilib kutib olasanmi? O'tini yorib. Chiq qizim, bolangniyam Jami olib chiqadi. Aytaman. Holim yo'q ona. Zulxumorning bo'g'ziga yig'it qildi. Yotgan joyidayam boshim gir-gir aylanib ketyapti. Ha, mayli. O'zingga qara bolam. Bahriso ona keliniga shunday dedi-yu, biroq xayolidan iloyim Allohim shuginaga dardini shifoli qilib bergan bo'lsin-da, ishqilib deb o'yladi. Boyaqishni kundan kunga rangi ketib boryapti. Ertasi kuni peshinga yaqin Zulxumorning telegram raqamiga Xatira xoladan bir dunyo xabar kelibdi. Zulxumor u xabarlarni hafsalasiz ochib ko'ra boshladi-yu, birdan yuzlariga qon tepchidi. Xatira xoladan kelgan xabarlarning hammasi turli suratlar bo'lib, ularning barida Zulxumor behayo holatda tasvirlangan edi. Bu nimasi? Bemajol shivirladi Zulxumor. Esini yeb qo'yganmi bu kap-katta ayol? Bu suratlar qanday qilib? Tez orada Xatira xoladan yangi xabar keldi. Syurpriz yoqdimi jonim? Yomonam ofatijonsiz-da o'zingiz. Xola, bu nima qilganingiz? Bazo'r harf tera boshladi Zulxumor. Men xola emasman, nodon xotin. Xabar keldi tarmoqdan. Men kelishgan zabardast erkakman. Bu yog'iga boshqatdan tanishamiz. Nima? Zulxumor jon holatda Xatira xola profilini darhol blokka soldi va chuqur tortdi. Nima ishlar qilib qo'ydim men ahmoq. Tez orada Zulxumorning telegramida birin-ketin 10 ga yaqin profillar paydo bo'la boshladi. Barida uning montaj orqali yasalgan sharmandali suratlari. Oxirgi ochilgan profildan esa yaqinda Zulxumorning Hayot Shami guruhi adminiga to'ldirib topshirgan anketa savollari yuborildi. Aqlli qiz bo'lsang bo'l, deya yozilgandi uning tagida. Ko'ryapsanmi, seni joning bizning qo'limizda. Uni o'z qo'llaring bilan bizga topshirgansan. Bizdan qochib hech qayerga keta olmaysan. Negaki sen raqamimizni million marta blokka solganing bilan qo'limizda turgan eringni telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, sening bo'lmog'ir ayol ekanliging haqida aytib qo'yishimiz mumkin. Kimsan san? Titrab qaqshab yoza ketdi Zulxumor. Men to'ldirgan anketa savollari senda nima qilib yuribdi? Topgan topaloq iljaygan basharani rasmini jo'natdi. Xatira xola, kallangni yaxshilab ishlatib ko'rchi. Admin xonim miyasi yashin tezligida ishlab ketdi Zulxumorning. Iflos, nima ishlar qilib qo'yding? Tezda pulimni qaytar. Bizda olmoq bor, bermoq yo'q. Yana ishlaygan surat yubordi Xatira xola. Seningcha olgan pulni qaytarish uchun shuncha kundan buyon ter to'kyapmizmi? Zulxumor uning xabarini o'qidi-yu, o'ylanib qoldi. So'ng zudlik bilan oradagi bo'layotgan yozishmalarni skrinshot qilib nusxalay boshladi. Ha, jimib qolding, deya yozdi Xatira xola. O'zingcha o'rtamizdagi yozuvlarni nusxalab bizni shu orqali topaman deb o'ylayapsanmi? Hoy aqlli, bu raqamlar bizning nomimizda emas. Egalarining ko'pi yo allaqachon olamdan o'tib ketishgan, yo bo'lmasa eskirdi chiqdi bo'lib qolgan odamlar. Xullas, o'zingniyam, bizniyam vaqtimizni zoya ketkizma. Menga qarang, shuncha pulimni yechib olishga vijdoningiz qiynalmadimi? Bu erimning sovuq yurtlarda qo'li qavarib, daraxt kesib singlisining to'yiga tiyinlab yiqqan puli edi. Jon aka, iltimos pulimizni qaytarib beringlar. Bir umr duoyi jonlaringni qilib o'taman. El yurtning oldida sharmanda qilmanglar meni. Sharmanda? Sharmanda deysanmi? Sen hali sharmanda bo'lganingcha yo'q. Ha, aytgancha, hozir men aynan shuning uchun sen bilan gaplashib turibman. Sening sharmanda bo'lmasliging uchun mana bularni ko'rchi. Xatira xola Zulxumorning shaxsiysiga 10 ga yaqin rasm tashladi. Bu Zulxumorning bir necha kun avval Xatira xolaga jo'natgan eng chiroyli ko'ylaklarni kiyib tushgan rasmlari edi. Ammo u rasmlarda Zulxumor o'z yuzini gul stikeri bilan berkitgan edi-yu, bularida esa yuzi ochiq, yana xuddi aslidek. Zulxumor uncha-muncha firibgarlarning emas, balki ustaz faranglarning tuzog'iga tushganini angladi va arang savol tashladi. Maqsad muddaolaring nima senlarni? Bunchalik ham anoyi bo'lmang qizjonim. Muddoimiz nima bo'lardi bizlarni? Ha, o'sha mullajiringda. Toming ketganmi senlarni? Jazavaga tushib qoldi Zulxumor. Yana qanaqa pul?
Bor budimizni shilib adoyi tamom qildilaring-ku senlar. Qanaqa pul bo'lardi? Suyukli onajoning Pokizaxon opa olib kelish kerak bo'lgan pul. Shuncha kundan buyon qulog'ingga tambur chertyapmanmi? Onangdan pul so'ra deb. Sen jinni pinnimasmisan? Shuncha pul kamlik qilyaptimi? O'zi odammisan-a, maraz? Maraz dema alvasti. Undan keyin bilib qo'y. Pulning ortiqchasi bo'lmaydi. Biz hali sendan o'zlashtirishni reja qilgan pulimizni olganimiz yo'q. Tushundingmi? Kunda vaqt ketkazib yangi mijoz axtarguncha sendaqa borlaridan unumli foydalanamiz. Yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, onang yolg'iz qizi uchun bemalol $15,000, balki undan ham ko'prog'ini topib bera oladi. Sen qaysarlikni qo'yib, ushbu pullarni onangdan so'ra. Istasang bo'lgan voqeani oqizmay-tomizmay onangga aytib berishing mumkin. Shunaqa oyijon, kuyovingizni pulini xalta qilib qo'ygan joyim bor degin. Ona baribir ona, balki 1-2 kun jahli chiqar, ammo mushkulingga chora ham topib beradi. Shunda sen ham barcha muammoingdan bir yo'la qutulasan. $10,000 eringga tutqazasan, qolgan 5,000ni qimmatli maslahatim uchun menga berasan. Shu bilan ora ochiq. Labbay. Nafsingga har balo tiqilsin senlarni. Iloyo mendan o'marganlaring yaqinlaringni o'ligiga buyursin. Zulxumor borgan sari o'zini yo'qotib borardi. Qarg'ama alvasti, jahlim chiqsa yomon bo'ladi. Shu kuning ham holva bo'lib qolmasin yana. Bundan ham battari bo'lmasa kerak. 2 qulog'ing bilan eshitib ol. Seni va sheriklaringni Xudoga soldim. Xudo jazolaringni bersin. Eshitib ol deysanmi, popu? Qanaqa eshitaman? Yozishayotgan bo'lsak, o'qib ol degan to'g'ri bo'ladi. Xullas, senga ertagacha muhlat. Ertaga xo'p bo'ladi degan javobingni ro'ppa-rosa 17gacha kutaman. O'sha javobni berganingdan keyin aytgan pulimni 3 kun ichida kartangga soldirasan. U yerdan o'zim silliqqina qilib yechib olaman. Xo'p bo'ladi demasamchi? Xo'p bo'ladi demasang o'zingdan ko'r. Unda ertaga Toshkent vaqti bilan ro'ppa-rosa 17:10 da seni Hello My Love guruhiga homtalashga qo'ydirib oraman. Tushunmadim. Bu nima deganing? Tushunmaganing yaxshi. Xullas aytganimga ko'nmasang, ayol bo'lib tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Gapimga javob beraman. Men bilan ko'p o'ynashma, qizijon. Zulxumorning ortiq asabi chidamadi. Telefonini shart o'chirdi-yu, o'zini o'ringa tashladi. Yonida yotgan Begzod qorni ochganmi, uyqusida tamshanib g'inshidi. Zulxumor bor alamini bolasidan olgandek unga ko'krak tutgisi kelmadi. O'g'liga jahl bilan termulib, "Qani emizmasam nima qilasan?" degandek bez bo'lib tikilib yotaverdi. Begzod esa qo'l oyog'ini tipirchilatib yig'lay boshladi. Yig'i asnosida uning uyqusi ochila boshladi. Zulxumor hozir o'g'lini ovutmasa, xushuyqu qaynonasi uning ovoziga uyg'onib, kelib qolishidan cho'chib, majburan o'g'lini qo'liga olib, ko'krak tutdi. U hozir hech kimni ko'rgisi yo'q edi. Zulxumor bolasini emizar ekan, tomirlarida tosh bo'lib qotib yotgan allanima asta eriy boshladi. Ko'p o'tmay o'sha eriyotgan narsa uning ko'zlarida yosh bo'lib tizila boshladi. Zulxumor ko'z yoshlarini o'z holiga qo'yib berdi. Zero uning ko'z yoshga aylanib to'kilayotgan ko'nglidagi iztiroblarini tutib qolishga majoli qolmagan edi. Tez orada o'z manzillarini to'ldirgan ko'z yoshlar juvonning rangpar yuzlarini yuvgancha oqib tusha boshladi. Ulardan bir necha tomchisi Zulxumorning lablarigacha yetib bordi. Lablarida yosh ta'mini his qilgan juvon hazin jilmaygan bo'ldi. Ko'z yoshlari sho'r ekan, xuddi uning toliyi kabi. Ertasi kuni ertalabdan Zulxumorni hovlida ochiq chehra bilan kulimsirab yurganini ko'rgan Bahrinso ona avvaliga hayron bo'ldi. So'ng esa ko'p o'tmay uni tergashga tushdi. "Hay qizim, bu nima ahvol? Yupun yurishingni qara. Hali butunlay tuzalganing yo'q-ku. Oqsoq oyog'ing bilan nima ishni qoyillatmoqchisan?" "Men yaxshiman, ona", jilmaydi Zulxumor. "Yotaverib ham yuragim qon bo'lib ketdi. Shunga ozgina harakat qilay degandim." "Nima ish bo'lsa Jamiladan ortmaydi. Sen avval obdon tuzalib olgin." "Rostini aytaymi?" Mug'omborona ko'zini qisdi Zulxumor. "Anavi qozonda yopilgan patiringizni sog'inibman. Qaynoqligida qaymoqqa to'g'rab yeyilsa bormi?" "Voy bolam tushmagur-ey, darding shumi?" Sirajin chehrasi zumda yorishdi Bahrinso onaning.
Hozir Jamilaga aytaman, 1 soatga qolmay patir tayyorda. Sen bu yerda turmay xonangga kir. Tag'in ertalabki yilvizak yana ich og'rig'ingni qo'zg'ab yubormasin. Shu topda o'zi xursand bo'lib turibman. Ko'ngling nimanidir tiladimi? Demak tuzala boshlayapsan. Nasib qilsa Jaloliddinni yelib yugurib kutib olasan. Xo'p ona, Zulxumor ortiqcha e'tiroz bildirmay xonasiga yo'l olarkan dedi. Kun ozgina tashlasin, nabirangiz bilan yana chiqamiz. Beg'zod uyg'ondi-yu, ichkaridan yig'i ovoz kelyapti, dedi Bahriniso ona Zulxumorni beozor koyigan bo'lib. Sen bo'lsang haliyam bu yerda timirskilanib gap sotish bilan ovorasan. Kira qol tezroq, yo'qsa bolamni o'pkasi tushib qoladi. Shu kuni Xatira xola nikidagi erkak tayin qilgan vaqtga qadar Zulxumor tarmoqqa ulanmadi. Biroq kun bo'yi fikri xayoli shunda bo'ldi. Bir ko'ngli uning taklifiga ko'nishini ham o'yladi. Biroq nafsining quli bo'lgan o'sha insonning $5000 bersang, seni butunlay tinch qo'yaman degan va'dasiga ishonmadi. Axir nafs deganlari yamlamay yutar o'pqon-ku, yutgan sarin yutsam deydi. Ko'rgan sari ko'rmadim deb tonadi. Yo'q, deya bir qarorga keldi Zulxumor. Boshqa bu ifloslarga imkon bermayman. O'zimni bularga yemish qilib qo'ydim. Oyimlarni bu g'urbat savdoga aralashtirmayman. O'zimni-ku bo'larim bo'ldi. Hali Jaloliddin akam kelganlarida beradigan qancha javoblarim bor. Men hatto turmushim buzilib ketishi ehtimolini ham hisobga olib bo'ldim. Nachora, boshga tushganni ko'z ko'rar ekan. Qilar ishni men qildim. Qaror chiqarish esa oila a'zolarimizdan. Bu yog'iga ular nima deysa, ko'nishga roziman. Boshqa ilojim yo'q mening. Ertaga Jaloliddin akam kelishlariga ota-onam ham Toshkentdan kelib qolishadi. Balki bu uydagilar meni ko'rishni istashmasa, haydab yuborishsa degim kelmayapti. Ular bilan Toshkentga qaytarman. Har holda hali yashashdan umidim bor. Bu umidim ota-onam, o'g'lim hamda maqsadim. Men hali ko'p pul topishim kerak. O'sha pullarni kelinlik uyimdagi oilamga qaytarishim kerak. Bilmasdan bosgan tikanimni xunini to'lashim kerak. Ana va iflos esa qo'lidan kelganini qilsin. Aslida u qilarini qilib bo'ldi. Guldek oilani jar yoqasiga olib borib vayron qilishga tayyor bo'lib turibdi. Bundan ortiq yana qanday yomonlik, qanday razolat bo'lishi mumkin? Zulxumor bugun mening shu uyda o'tkazadigan so'nggi kunim bo'lishi mumkin degan xayolda tinmay o'zini o'zi xursand qilishga tirishardi. U avval uyini chinnidek qilib tozalab chiqdi. Beg'zodni cho'miltirdi. Bahriniso onaning hay-haylashiga qaramay, bitta qoldirmay kirlarni yuvdi. O'rtada Beg'zodni uxlatib, o'zi ham hammomga tushib chiqdi. U yerdan chiqa solib Jamila ezib qo'ygan to'ng'arilik piyola ketidagi o'smadan qoshiga qalin qilib qo'yishga ham ulgurdi. 2 qoshini o'rtasiga paxtada piliklangan bo'yracho'p bilan ko'prik chizib olgach, qaynonasining yuzidan "Qalay ona, sizga o'xshabmanmi?" deya cho'lp etib o'pib oldi. "Ertaga yana pishiramiz", deya jilmayib vaqtidan ancha oldin Toshkentcha palov damladi. Dasturxonni hammalari o'tiradigan poygakdagi uyga hozirlab, oshni o'sha dasturxonga suzdi. Bahriniso ona bilan qaynotasi bir kunda chopqillab, qo'liga tegmay ketgan Zulxumorni ko'rib, o'zaro ko'z urishtirib qo'yishardi. Boyaqish erini xo'p sog'ingan ekanda. Kech kirgan sari Zulxumorning nima uchundir yuragi siqila boshladi. Kun bo'yi hayotdan bahra olishga, o'ziga bir qatra bo'lsa-da quvonch ulashishiga intilgan ko'ngli shom kirishiga yaqin mung'ayib qoldi. Bugun barcha ishlar barvaqt yakunlangani, ertaga esa Jaloliddinni kutib olishlari kerakligi uchun oila a'zolari o'z xonalariga har kungidan vaqtliroq kirib ketdilar. Bahriniso onaning ham bugun Zulxumordan ko'ngli tinchigani uchun xufton namozini o'qiboq uyquga yotishni mo'ljallagandi. Zulxumor ham yotog'iga kirib o'rniga cho'zildi. Biroz vaqt shiringina uxlab yotgan Beg'zodni kuzatib yotgach, yuragi betlamay telefonini qo'liga oldi. Xatira xoladan xabar kelibdi. "Sen meni mensimay o'zingcha o'zboshimchalik qilyapsan. Mayli shuncha kun ham suhbat bo'lganimizning hurmati. Senga bergan muddatimni soat 19 gacha uzaytiraman. Ana shu vaqtgacha men bilan aloqaga chiqib taklifimga roziligingni aytmasang, nomingdan yozilgan xat, surating va telefon raqamingni kecha aytgan Hello My Love guruhiga tashlayman.
Bu guruh a'zolari salkam 1,5 milliondan ortiq. Uning nima maqsadda ochilganini bilmasang, ma'lumot uchun aytaman. Guruh insonlarga intim xizmatlar taklif qilish uchun ochilgan. Endi esa sening nomingdan tayyorlangan rasmni ko'r va e'lonni o'qib chiq. Zulxumor ko'z o'ngi qorong'ilashib suratni ochdi. Unda o'zi yalang'och holatda ko'ksini bir qo'li bilan berkitgan holda jilmayib turardi. Tagida esa "Mening ismim Zulxumor" deya boshlangandi e'lon. Yoshim 23 da. O'zini erkak deb hisoblagan har qanday kishini jinsiy xohish istaklarini ishoning bari super darajada bo'lishi kafolatlanadi. Men bilan bog'lanishni xohlaganlar uchun telefon raqamim. O'zingizga qulay bo'lgan istalgan vaqtda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Faqat kelishilgan pulni vaqtida to'lasangiz bas. Ishoning, ketkazgan vaqtingizga aslo afsus qilmaysiz. Bunisi esa, deb yozgandi Xatira xola. E'lonning ro'pparosa soat 19 da joylanadigan guruh linki. Kirib ko'rib yolg'on gapirmayotganimga o'zing guvoh bo'larsan. Xayr qizijon, bu kuningdan battar bo'l.